Jannat onalar oyog'i ostidadir. Ona buyuk zot. Men bir kuni azizlar, ona haqida yaxshi bir mau'iza tayyorlash maqsadida turli kitoblarni qarab o'tirib, internetga murojaat qilib, bir Arabiston diyorida tayyorlangan teleko'rsatuvni ko'rib qoldim. Ko'rsatuv onaga yaxshilik qilish mazmunida edi. Ko'rsatuvni ahli ilm olib borar, ko'rsatuvda bir qancha insonlar ishtirok etardilar. Birdan ko'rsatuvni olib borayotgan xonaga kursida o'tirgan taxminan 30 yoshlardagi bir yigitni olib kirib qo'yishdi. Yigitni oyog'i ishlamas, qo'li yo'q edi. Ajib holat. Men o'yladimki, bu qo'li yo'q, oyog'i ishlamas yigit ham olimmikin, ona haqida mau'iza qilib berarmikin deb qarab turdim. Ko'rsatuvni olib borayotgan boshlovchi o yigitga qarab, ona haqida bizga gapirib bering degan savolni berdi. Mendan ona haqida so'rayapsiz. Nima ham derdim? Men o'zimni onamni gapiraman-da. Tug'ilganimda oyog'im ishlamaydigan, qo'li yo'q bir go'sh bo'lib tug'ildim. Onam meni tashlab yubormadilar. 30 yildan beri boqib, ko'tarib, avaylab, asrab kelmoqdalar. Sizlarga men savolim bor, dedi haligi qo'lsiz yigit tomoshabin bo'lib turganlarga qarab. Agar sizlar ovqat yesangiz u 1000 bor uzr, ammo o'sha ovqatni chiqarish qobiliyatingizni yo'qotib kasal bo'lsangiz nima qilasiz dedilar. Ular aytdilarki, dori ichamiz dedilar. Dori ham yengillatmasa-chi, tabibga boramiz. Tabib ham yordam bera olmasa-chi, unda amaliyot o'tkaziladi, jarroh aralashadi dedilar. Demak, har safar shunaqa bo'lganda tabib, dori va boshqa vositalar sizlarga yordam berar. Ammo men tug'ilganimdan beri oyog'im shol bo'lganiga yetmasdan ichagimni harakati ham sus. Mana ovqat yeyman u hojatimni onam o'z qo'llari bilan chiqaradi. 30 yilki onam mana shu xizmatni qilib kelyaptilar. Ba'zan odamlar menga savol beradi. Armoning bormi bu dunyoda deydilar. Armonim yo'q. Alhamdulillah. Xudoga shukr, Alloh menga yurmaydigan oyoq va qo'lsiz jism berdi. Ammo mo'tabar bir zot ona berdi. Lekin ushalmas orzuyim bor. Bu orzu hech qachon ushalmasligini bilsam ham orzu qilaveraman. Allohdan so'raveraman. Qani endi menga bir dona qo'l bersa-yu, mana shu qo'lim bilan bir marta onamning yuzini silasam. Bir marta onamni bag'rimga bossam. Bir marta onajonimni ko'z yoshlarini o'zim artib qo'ysam. Mana shu meni armonim. So'ng u yigit teletomoshabinlar va barcha tomosha qilib turganlarga murojaat qildi. Ey onasi borlar, ey qo'li harakatlanayotganlar, meni-ku qo'lim yo'q ekan, ammo siz qo'li borlar, qachon oxirgi marta onangizni quchoqladingiz? Qachon oxirgi marta onangizni yuzini silab qo'ydingiz? Qachon oxirgi marta onangizni yuziga yuzingizni qo'yib rozilik so'radingiz? Yigit shu so'zi bilan o'zini so'zini tugatar ekan, hammani ko'zidan yosh oqdi. Jumladan kamina xodimingiz ham ko'z yosh to'kdi. Bugun o'sha qo'li yo'q yigitni nidosini men sizlarga qaytaraman. Ey qo'li borlar, qalbi urib turganlar, uyda onasi borlar, qachon oxirgi marta onangizni quchoqladingiz? Qachon onangizning yuziga yuzingizni qo'yib, onajon, mendan rozi bo'ling. Yuzlaringizdagi ajinlarda mening xizmatim bor. Sochingizdagi oqlarda sababchisi men. Sizga borimcha xizmat qilay deb qachon aytdingiz? Bolangizni quchoqlab yuzidan o'parsiz, boshlaridan silab erkalatarsiz. Lekin sizni bu dunyoga kelgizgan, butun hayotini sizga baxshida qilgan onangizni ham
yuzini silang, yuzlariga boqing. Hayot bo'lib turganlarida to'yib bag'ringizga bosib oling. Toki yo'qotib qo'ygandan keyin bu imkoniyatni topa olmaysiz. Onasi borlar jannatiy bo'lib olishligini Alloh nasib aylasin.